Assalomu alaykum. Siz bilan Texno olam yangiliklari. OpenAI yangi davrni boshladi. 21-oktyabr kuni amerikalik OpenAI kompaniyasi navbatdagi innovatsiyani jamoatchilikka namoyish qildi. ChatGPT Atlas deb nomlangan sun'iy intellektli brauzer taqdim etildi. Bu mahsulot internetdagi ish uslubini tubdan o'zgartirishi mumkin, deb yozadi chatgpt.com. OpenAI ma'lumotlariga ko'ra, yangi brauzerning asosiy vazifasi foydalanuvchiga vaqtni tejash va axborotni tezroq tahlil qilish imkonini berish. Atlas yordamida saytda chatbotni yoniq panel orqali chaqirish mumkin bo'ladi. U turli vazifalarni bajaradi. Maqolalarni qisqacha bayon qiladi, mahsulotlarni solishtiradi yoki ma'lumotlarni tahlil qiladi. Shuningdek, brauzer faqat sahifalarni ko'rish bilan cheklanmaydi. Agar foydalanuvchi hujjat, elektron xat yoki taqvimdagi taklifnomada ma'lum bir so'zni belgilasa, ChatGPT darhol yordamchi sifatida paydo bo'ladi. Kompaniya ta'kidlashicha, brauzerning agent rejimi xaridlarni amalga oshirish imkonini ham taqdim etadi. Bu degani ChatGPT foydalanuvchi nomidan onlayn do'konlarda buyurtma berishi yoki zarur ma'lumotlarni avtomatik to'ldirishi mumkin. Reuters xabariga ko'ra, Atlas brauzeri hatto restoranlarda joy band qilishi yoki veb-saytlardagi shakllarni to'ldirish vazifalarini ham mustaqil bajara oladi. ChatGPT Atlas hozircha Mac operatsion sistemasi tizimida yuklab olish uchun ochiq. Yaqin vaqt ichida Windows, iOS va Android uchun mos versiyalar ham taqdim etilishi kutilmoqda.